Dostum yakırak eklemene. Fakat 2 minutla vaqtingizni chiqarsangiz, Qo'ngada mishda o'xshagan so'qsayni o'ydim qilib yalaysiz. Darsligini o'lchamligini yo'llab o'tdim hamsa. Sho'san qilib ugunib foydalanib qoling. Hamsa boshlab ketdik. Yaxshimisilar ko'pchilik, men sizlarni to'rtlashtirmay. Sen dostum bilma. Bugun sizlarga ma'nosida nayt o'xshaydigan so'zni birini ilib keldim. Buning ismini demasam qizlar qachon. Chiq bola muraqqa bunga. Hamsa boshlab ketlar. Biz avval Qo'nganing 3 taraf bir kesib o'tamiz. Undan keyin ham oyoq tarafni ha, mana bir kesib o'tamiz. Undan keyin ham buni rauz buni urmasa, ma usak ma'no suvi chiqib, ta'mi taqimga ketib o'tdi. Buni engsi mishalatda mana mishta to'g'ri vasak bo'ldi ha. Nayt chiroylik, nayt oddiy masima ha. Nayt yeyish chiqdi. Mana mishalat qilib olsanglar bo'ldi ha. Mana tekrar ko'rsatma mana mishalat chiqib bo'ldi mana ha. Undan keyindan biz chiqtol shomijolarza ha. Chiqtol shomijolar silamiz. Chiqilib ketsin bular bo'lmaydi, ozulib ketsin bo'lmaydi ha. Mana buni mana mishta yapla qarab to'g'ri olamiz ha. Mishalatda. Nima shomijolardan keyindan bir chiqtol yoki chiqtol samsaq. Meydag'lar samsaqlar bo'ldi ha. Buni raus urib izlab olamiz ha. Misol tusammo deb qo'yamiz. Shu holatga kelib olamiz ha. Mana ha, mishalatda buni silib o'tamiz. Uni keyindan mana shansay. Buni mana inchga ushaq. Mishalat to'g'ri olamiz ha. Buni silib olamiz mana. Hamsa bellab ketlar ha. Buni bellashmi oddiy ha. Buningga shikadin 1,5 qo'shib mana ha. 1,5. Tuzdan hisobda mana 1,5 qo'shib tazaq berib o'tamiz ha. Enksen mana vijingdan birini, jijingdan birini ha. Uni keyindan oz miqdorda mana dungujon yo'q ha. Mana da azroq. Uni keyindan mana ochiq suvdan bir 1,5 cho'mich e'tibor berib o'tamiz mana ha. 1,5 cho'mich ochiq suv. Uni keyindan mana shung yo'q. Bundan kichikdan berib o'tamiz ha. Mana. Eng oxirida buningga oz miqdorda xasini qatib na tinchlik chiqdi ha. Mana ha. Mishalat aralashtirib bilan iste'mol qilsak bo'ldi buni ha. Buni hamda araqlab o'tirib yemsiz yoki etgin noshta qilamsiz. Hammasi tushgan bir so'g'saymi bu. Hamsa uynalganlar men go'nja qo'yishni unutib qolmanglar. Eng oxirida eklayapman kitobni. Yana shu maktabning ishi. Jiq tozlashlar bir so'rab ketdinglar bu kitob qanday chiqdi deb. Mana. Mayada yaqin jutsa, mayal uyg'urtsa. Uni keyin men ariymas kanson o'lchamlik darsiga, men go'sisayninki, men so'g'sayninki mana. Har xil so'g'saylar bor. Sizlar yapaqmagan. Hamishdan bir qasanlam qila olasizlar. Uni keyin men qizimlik tomoqniki masalan yo'q. Hozir qiz bola qizimlik tomoqtas etamaysiz-ku. Hamishdan qalab etsanglar mana qanday jug'urishi, qanday tugishi, hamishdan tatib bayon o'xshash uyg'urish qanday bu mana. Mana qilgan men samsi deymiz. Mana masalan qurishlar, miqdori hammasi mana. Uni keyin mana mayliqa go'sisayl deb qo'yamiz shuningki, men cho'ngsaylninki lazımlar yana o'xshash, ya menga arim qilsanglar bo'ldi yoki meni piyonimga o'shanga deb qo'ysanglar bo'ldi. Ma'qullansa, kelsan tekshirib.